Ramazonni toat ibodatlar bilan o'tkazdik, alhamdulillah. Ramazonni ibodatda o'tkazish juda muhim. Lekin bundan ham muhimi ibodatlarni Allohning huzurida maqbul bo'lishi. Xo'p, ibodatlarni qabul bo'lganligini alomati bormi? Ha, albatta bor. Eng katta alomati solih amallar qilishda davomli bo'lish, gunoh ma'siyatlarni qaytib qilmaslik. Ibn Kasir rahimahulloh aytganlar. Salaf solihlar aytishgan, yaxshilikning mukofoti yaxshilikning ortidan yana yaxshilik qilish, yomonlikning jazosi yomonlik ortidan boshqa yomonlikka tushib qolish. Ibn Rajab salaf solihlarni bu gaplarini tushuntirib berganlar. Toat ibodatlarni qabul bo'lganligini alomati solih amallar ortidan keyingi solih amalni qilish. Amalni qabul bo'lmaganligini belgisi esa solih amal ortidan yomon amallar qilishlik. Agar Ramazondagi ibodatlaringiz qabul bo'lishligini umid qilayotgan bo'lsangiz, tezda yana solih amallarga kirishing. Xuddi mana shu narsaga Rasululloh buyurganlar. Buni keyingi videoda aytamiz inshaalloh.